Assalomu alaykum hammaga. Yana sizlar bilan Henocraft. Biz hozir yangi ochildik. Xullas endi oxirigacha shu videomizni tagiga, kommentiga artefakt yozmaguncha video olamiz. Hop, birinchi kun biz hozir daraxtga olishimiz kerak. Daraxtga olib, kirka yasaymiz, verstak yasaymiz va ko'p narsalar yasaymiz. Hop. Shu videomizga 10 ta like yig'sa, sherigimni ham qo'shaman. Ketdik. Qo'ylar o'ldirish kerak. Ketdik. Abitimizga ovqat topishimiz kerak. Olindi. Endi yangi daraxtga olishimiz kerak. Hop, daraxtga olganimizdan keyin biz bolta yasaymiz. Bolta bilan daraxt chopamiz. Davay, tezroq. Bizga 10 ta daraxt ham yetadi. 10 ta daraxtni yasab so'ganimizdan keyin hop, qani bu yerga qo'yib o'zimizga kirka bilan bolta yasab olamiz. Bunimizni sindirib olsak, hali boshqa joylarda ham kerak bo'lishi mumkin. Ketdik. Davay, kommentariyaga kirib artefaktni atmetga qilib ketinglar. Albatta u videoni ko'radi. Survival rejimda hozir birinchi kunimiz biz. Yangi ochildik, YouTube kanali yangi ochildi. Henocraft. Mana o'zgardi. Bug. Ketdik. Endi biz hozir sindirib urug'ini olib narsa ekamiz. Uy quramiz, hali ko'p narsa qilamiz. Bo'lsa obunachilarimiz soni 10 taga yetib qoldi. Ular abdushishlar adashga qilib tursalar, bundan ham ko'p bo'lamiz. Ana urug' chiqdi, men birinchi urug'imiz. Çıkmaya. Davay. Çıktı. Yetarmikin ikkitalik kam ko'paytirishimiz kerak. Akalar, kommentariyada hop, obunachilarimizga mana kommentariyada konkurs qilamiz. Hop, yutganga 60 UC adresini yozib ketsa, yutganga 60 UC tashlab beramiz.
Instagram akkauntimizga kirib ham podpiska bosib qo'yishinglarni so'raymiz. Chunki bu YouTube kanal yaqinda ochildi. Instagramda xudo xolasa yaxshi videolar olishga harakat qilamiz. Menimcha 3 ta yetadi hozircha. Vaqtim cho'zib ketib qolar ekan. Xo'p, endi biz uy qurishga tayyorlanishimiz kerak. Bolta topib, boltamiz bor, daraxt chopib ancha daraxtga olib olsak yetadi. Xo'p, ko'proq daraxt chopishimiz kerak biz. Ko'proq daraxt kerak. Kerakmas. Xo'p, endi biz hamma daraxt o'rniga yog'ochga alishtiramiz. Yog'ochli turbucha blokka. Xo'p, bir stak blokimiz bor. Endi biz shu bir stak blokka uy quramiz. Gul ko'paygan bu yoqda. Shu mas daraxtni atrofiga quramiz. Ketdik. Katta ham emas, o'ta kichkina ham emas, o'ta ham o'rtacha ham qulay qilib qurishga harakat qilaman. Bu yog'iga ham shuncha. Endi bu yog'iga xohlasa keyingi videomiz qanaqa chiqishini xohlaysizlar, shunga qarab sizlarga qarab xuddi shunga o'xshash videolar chiqarish boshlaymiz. Hop. Qachon to'xtamaymiz bo'ladi oxirigacha. Eshikni qo'ysa bo'ladi. Birinchi uyimiz oxirigacha quraylik. Keyin ko'ramiz. To'g'ri bo'ladi, tepada SMSlarga ahamiyat bermaysizlar, chunki sal-pal trading bilan shug'ullanib turamiz o'sha vaqtda. Hop. Ketdi. Voy, tushib qoldim-ku. Hop, voy. Hoppali. Sindirib olamiz. Ketdik endi. Xo'p. Shu kommentga xohlagan nominglar yozib ketinglar. Yo'qsam challengelar yozinglar. Albatta sizlar kommentlar menga qiziq. Uni bajarishga harakat qilaman. Mana ham sindirib olsak. Ketdik. Sekin qonimiz ham ochishdan boshlayapti. Hop. Albatta obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sizlar obunalar juda menga muhim va kerak kanalimiz rivoji uchun. Hozir uyimiz yaxshi, qorong'i tushyapti. Uxlash kerak. Uxlashga ursa divan yo'q.
Xudo xohlasa keyingi videolarda xudo xohlasa divanlar qo'yib, chiroyli qilib sizlar bilan yana Hello bo'ldi, Hello Craft. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Hop, aytgancha shu videomizda 10 ta like yig'sa konkurs qilamiz. Sizlar bilan Hello, yaxshi dam olinglar.